Assalomu alaykum, hurmatli va qimmatli aziz kitobxon. Siz bilan bugun yana uchrashyapmiz. Sizga yana kitobimda davomidan o'qib beraman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam naslining davomchisi Fatima Zahra onamizdir. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eng suyukli chechagi edilar. Qalbi ilohiy nur bilan lim-molim edi. Ishqi ilohiyning otashi bilan qalbiga o't tushgan haq suyuklisi edi. Shoir aytganidek, asllik, sharaf, fazilat va nasab bo'yicha kim ham Fatima Zahro kabi bo'la oladi? Uni shaxsan Alloh boshqalardan ustun va sharafli qilgan. Chunki arablarning va arab bo'lmaganlarning eng xayrlisining qizidir. Fatima radhiyallohu anhu bu dardlar dunyosida uzoq yashamadi. Qisqa hayoti davomida zimmasidagi vazifani ado etib, ikki jannat chechagiga onalik qildi va ularni insoniyatga arg'umon qildi. Hazrati Oysha radhiyallohu anhu volidamiz u haqda shunday degandilar. Kunlarning birida Fatima Rasulullohning huzuriga keldi. Ichkariga shunday bir nazokat bilan kirib keldiki, men Allohning rasuli yuryapti deb o'yladim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qiladilar. Fatima mendan bir parchadir. Uni xafa qilgan, meni xafa qilgan bo'ladi. Fatima Zahra radhiyallohu anhu nubuvat daraxtining eng ulug' mevasi edi. Uning qalbi olmos rangli nurlar bilan lim-molim. Bu yulduz to'la samoning ostida u o'zgacha bir yulduz edilar. Yer yuzi uning yuziday porloq yuz ko'rmadi. Musulmonlik bog'ida uningdek biror chechak ochilmadi. Mashhur shoir Muhammad Iqbol uni koinot ayollarining eng ustuni sifatida ko'rib shunday degan. Hazrati Fatima Zahra radhiyallohu anha islom olami ayollari uchun eng mukammal namunadir. Maryam volidamiz yolg'iz Hazrati Isoning onasi bo'lgani uchun azizdir. Fatima esa uch tomonlama aziz va muhtaramdir. Olamlarga rahmat bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'zlarining nuridir. U shunday payg'ambarki, yangi bir dinni targ'ib qilish orqali dunyoning muzlab qolgan qalb va jismiga jon berdi, yangi ruh bag'ishladi. Ali karamalloh vajhahu janobimiz shunday bir podshohki, saroyi bir kulbadan, butun mol mulki bor yo'g'i bir qilich va zirhdan iborat edi. U qilichni esa faqat islomni yuksaltirish uchun ishlatardi. U zotdan esa ikki nur, Hazrati Hasan va Hazrati Husayn radhiyallohu anhu dunyoga keldi. Farzandlarning axloqi, fe'li, sadoqat va poklik gavhari onalaridan o'tgan. Musulmonlik bog'ining mahsuli bo'lgan Fatima Zahro onalar uchun jamiki mukammalliklar namunasidir. Fatima onamizning qarshisidan biror muhtoj kimsa chiqsa, unga shu qadar ichi achib, yuragi faryod qilardiki, boshidagi ro'molini sotib bo'lsa ham o'sha muhtojning ehtiyojini qondirardilar. Har qanday ishda o'zining xohlaganini emas, umr yo'ldoshining istagini o'ylardi va shu istak yo'lida harakat qilardilar. Sabrli, har qanday holatda haqning amriga itoat qilar, uning hukmiga amal qilib, uning roziligiga erishish uchun bir qo'lida tegirmon aylantirib, ikkinchi qo'lida Qur'on o'qirdilar. Namoz o'qiganlarida ko'z yoshlari etagiga dur-dur to'kilardi. Nega Fatima ismi berildi? Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qizi Hazrati Fatima radhiyallohu anhuga shunday dedilar. Ey Fatima, senga nega Fatima deb ism qo'yganimni bilasanmi? Fatima Zahroning iymon nuri yoratgan yuzlarida tabassum paydo bo'ldi. Ey Allohning rasuli, nega bunday ism qo'ygansiz? Chunki Alloh taolo qiyomat kuni senga va naslingga jahannamni yiroq qiladi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Fatima radhiyallohu anha xursandligidan boshi ko'kka yetdi. Fatimaning ma'nosi nima? Hazrati Fatima radhiyallohu anhoning yana bir ismi Zahrodir. Hazrati Fatima inson ko'zini va qalbini yoritgan nurday porloq edi.
Muborak yuzlari oy kabi porloq bo'lgani uchun uni Zahro, porloq yuzli ayol dedilar. Nubuvat daraxtining shoxida yetishgan bu abadiyat g'unchasining yuzi olmos kabi yog'du taratganidan bu nomga musharraf bo'lgandi. Poklik va iffat sadafi Hazrati Oysha radhiyallohu anhu men zimiston kechada Hazrati Fotimaning yuzidan taralgan yorug'likdan foydalanib, ignadan ip o'tkazardim deganlar. U qanday nur, qanday ilohiy yog'du. Olamda hech bir nur bunchalik yorug' bo'lmagan. Yana bir rivoyatga ko'ra, hayz va nifosdan xoli bo'lganligi uchun ham Zahro deb atalgan. Insoniyat xuri bo'lgan zako va nazokat sohibasi Fotimaning laqabi esa Betuldir. Bu erkaklardan batamom uzoq bo'lib, ularga aslo ehtiyoji va istagi yo'q ayol degan ma'noni anglatadi. Haqiqatan Hazrati Hasan va Hazrati Husaynning onalari Betul, onalari esa Qobul deb atalardi. Qobul tabassum qilib turuvchi, go'zal yuzli ma'nosini ifodalaydi. Payg'ambar qizi Hazrati Fotima biror bir namozini qazo qilib o'qimaganligi haqida rivoyatlar bor. Beqiyos sevgi. Koinotning yaratilish sababi Allohning habibi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Fotimani shu qadar yaxshi ko'rardilarki, qalblarining jamiki eshiklarini unga batamom ochib qo'ygandilar. Qachonki biror safardan qaytadigan bo'lsalar, to'g'ri masjidga borib 2 rakat namoz o'qir va undan keyin to'ppa-to'g'ri Hazrati Fotimaning ziyoratiga borardilar. Muborak qo'llarini ochib, ko'ngil gavharini bag'irlariga bosar, muborak boshlaridan o'pib, sochlarini hidlaganlaridan so'ng shunday marhamat qilardilar. Men jannat iforini hidladim. Haqiqatan ham Hazrati Fotima Zahro radhiyallohu anha jannat gullari kabi qalblarga rohat beradigan yaratilish sohibasi edi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar, kunlarning birida Allohning rasuli Hazrati Ali bilan Hazrati Fotima Zahroning uylarini sharaflantirdilar. Bu paytda Hazrati Ali bilan Hazrati Fotima shirin suhbat qurib, o'zaro kulishayotgan edilar. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rishgach, suhbatini ham, kulishini ham to'xtatdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'radi: "Nega meni ko'rib jim bo'lib qoldingiz?" Dunyo ayollarining sultoni Hazrati Fotima radhiyallohu anha shoshib javob berdilar: "Aziz otajonim, Ali aytdiki, Allohning rasuli meni sendan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radi." Men esa uning gapiga javoban, "Yo'q, Allohning rasuli meni sizdan ko'proq yaxshi ko'radi" dedim. "Ey Fatima, sen otaning farzandlariga bo'lgan tabiiy sevgisi va mehri jihatidan menga Alidan ko'ra suyukliroqsan. Ammo Ali mening nazdimda sendan ko'ra ko'proq izzat va karomat sohibidir. Ha, ularning har biri nubuvat daraxtining shoxida yetishgan haqiqat g'unchalaridir. Bu g'unchalarni hidlay bilgan kimsaga abadiyatdan mahrumlik yo'qdir. Shunday ekan, dunyo dovuliga o'zingni urmay, har oningni islom ila yasha. Nafs jahannamini zikrulloh suvi bilan so'ndirib, saodat jannatlariga erish." Yana o'sha sevgi. Fatima radhiyallohu anhu mulohazakorlik va nazokatda bir dona edilar. U dunyo ayollari uchun mukammal namuna edi. Payg'ambar bog'ida yetishgan bu abadiyat g'unchasi butun jahonga xushbo'y iforlar taratardi. Bir kuni Hazrati Abbos va Hazrati Ali radhiyallohu anhu Allohning rasulidan so'radilar: "Ey Allohning rasuli, ahli baytingizdan kimni ko'proq yaxshi ko'rasiz?" Rasululloh sallallohu alayhi va sallam javob qildilar: "Ahli baytim ichida menga eng suyukli bo'lgan jigarporam Fotima-i Zahrodir." Hazrati Fotima ham bu sevgiga loyiq edilar. Chunki boshida Allohning rasuliga xos tojning aksini olib yurardi.
Sajda qilganida kecha-yu kunduz ko'zlaridan shabnam donalari to'kilardi. Shu qadar chin qalbdan va samimiy yig'lardiki, Ka'ba shami kabi yona-yona erib bitardi. Ummatning ikki sardoriga onalik qilar, Allohning arsloni janobi Ali roziyallohu anhuning taomini hozirlar edi. Bu beqaror dunyoga zig'ircha ko'ngil qo'ymagandi. Hamisha o'zga olamlarning bepoyon samolariga tutqun edi. Hattoki jannatlar unga mushtoq edi. Mana shu sabablar tufayli Allohning rasuli uni juda qattiq yaxshi ko'rardilar. Har lahza, har fursatda uning huzuriga yo'l olar, uyini saodat jannatlariga aylantirar edi. Gohida Madina isib ketar, yerda qum qaynar holatga kelgan kezlarda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Fatima roziyallohu anhuning uyiga borib, qizining holidan xabar olishni kanda qilmasdilar. Hazrati Fatima roziyallohu anhu tuya junidan to'qilgan libos kiyardilar. Bir qo'lida tegirmon aylantirar, ikkinchisi bilan jajjigina bolasini quchog'iga olib emizardilar. Yuzlarida nur balqib, tabassum o'ynardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu holatdan juda mamnun bo'ldilar. Bir safar qizlariga shunday dedilar: "Qizim, oxirat lazzati uchun dunyo azoblariga bardosh qil. Zero Robbil olamning mening ustimga, shubhasiz Robbing senga beradiganiga rozi bo'lajaksan" oyati karimasini tushirgandan ko'ra, har holda ilohiy bir arg'umon bilan bizni cheksiz ne'matlari bilan rozi qilajakdir. Bu oyati karima nozil bo'lganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qilganlar: "U holda ummatimdan bir kishi azobda qolsa ham rozi bo'lmayman." Mana rahmat payg'ambari. Ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lish sharafiga erishgan baxtiyor kimsalar, qalb ko'zingizni oching va qanday baxtga musharraf bo'lishingizni his qiling. Umr irmoqlaringizni Kavsarga to'ldirib, jannat ko'lini oqizishga intiling. Umr bog'laringizda to'planajak amal mevalaringiz qiyomat bozorida xirmon bo'lib ko'tariladi. Hazrati Fatima roziyallohu anhuning, go'zallik sultonining, insoniyat hurining holini bir ko'ring. Uning boshida doimo qanoat toji bor edi. Ammo shunday bo'lsa-da, ko'ngli ilohiy ishqning otashi bilan kuyib yonardi. Hatto samolarni to'ldirgan farishtalar uning bu holiga hasad qilardilar. Uning doimiy o'qiydigan duosi shu edi: "Ey hayyu qayyum bo'lgan Allohim, rahmatingga sig'inib menga yordam berishingni, jamiki ishlarimni tartibga keltirishingni, hatto bir lahza meni nafsimning qo'liga qoldirmasligingni sendan yolvorib so'rayman." Azizlarim, sog' salomat bo'lingizlar.